Bu bolalar uchun o'zgacha kun. Sababi ular uchun bayram kechasi tashkil etildi. Unga shahardagi ijtimoiy yordamga muhtoj 300 ga yaqin mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari taklif etildi. Tadbir Qorbobo va Qorqizni sahnaga kirib kelishi bilan boshlandi. Ой, потерялся я здесь, доченька. Здесь. Biz sotsial xizmat bizda keyin shaharda shu ko'proq nogiron bolalar, semeyniy детский domlarda, internatlardagi bolalar hammasini to'plab turib, shu yangi yil munosabati bilan ularni tabriklab, shunday bir konsert uyushtirdik. Konsert dasturi asnosida kuy-qo'shiqlar hamda bolalar kayfiyatining yana ham ko'tarinki bo'lishiga sabab bo'lgan shahardagi maktab o'quvchilari tomonidan quvnoqlar va zikkorlar dasturi qo'yildi. Uni sahnaga olib chiqqan yoshlar 1 oy davomida tayyorgarlik ko'rgan. Tadbir guvohi bo'lgan o'quvchilar o'z quvonchlarini yashira olishmadi. Menga va televizor ko'rgan yoqdi. Ana bilagani yoqdi. Menga bar jo'g'i yoqdi. Barcha qizlar bilagani, yosh bolalar bilagani, tomoshalar at qarag'anlari yoqdi. Bardog'i yoqdi. Yangi yil kechasini tashkil etishga maktab o'quvchilaridan tashqari bog'cha tarbiyalanuvchilari ham taklif etildi. Ular sahnada kuy-qo'shiq aytib, raqsga tushishdan tashqari Qorbobo va Qorqizga atab yod olgan she'rlarni ham aytib berishdi. Taqqalari chibalib, murundari qirbaska Nayazata kelganga ata ala jarashgan. Жаң ойгон küçük chiqdi, chit tog'ilib qolganmi degan o'yga keldi-da, javob ko'rdi alqarda. Tadbir davomida milliy kuy-qo'shiqlardan tashqari chet el raqslari ham tomoshabinlar hukmiga havola etildi. Ошо балдардын маанайын көтөрүш бул мен биринчи милдетим. Экинчиден бул менин өзүмүн хоббим деп айтсам да болот. Анан үчүнчүдөн ички дүйнөмө чындап каладым. Буларга концертти көрсөтүп даярдандык аябай күч кетти, канча нерв кетти, стресс кетти дегендей. Благотворительный концерт болгон себеби балдардын көңүлүн, кубанычын, майрамдык маанайын тең бөлүшөлүк деп чечтик. Булар менен бирге болуш биздин милдетибиз. Bayram kechasi yakunida Qorbobo va Qorqiz bolalarga atab olib kelgan sovg'alarni topshirishdi. Ta'kidlab o'tsak, bu kabi tadbir har yili an'ana tarzda tashkil etilib kelinadi. Hilola Ashurova, Azam Buzrikov, Untumoq.